Agar sizning pensiyangiz ming so'mdan past bo'lsa yoki oilangizda shunday pensiya oladigan ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, nogironligi bo'lgan yaqin insoningiz bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki men bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Past pensiya olayotgan odamlar ko'pincha o'z haqini to'liq olmayotgan bo'lishi, hujjatlari to'liq tekshirilmagani, ish staji hisobga kirmagani yoki qo'shimcha to'lovlardan bexabar qolgani mumkin. Bu gap hammani qiziqtirishi kerak. Chunki pensiya masalasida bir dona yetishmagan hujjat ham oyma-oy pulingiz kamayib ketishiga sabab bo'ladi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan oddiy odamlarning cho'ntagiga ta'sir qiladi. Avval pensiya masalasida ko'pchilik bitta narsaga ishonib kelgan. Davlat o'zi hisoblab beradi. Demak, men tekshirmasam ham bo'ladi. Lekin amaliyotda men ko'p ko'rgan holat shuki, pensiya tayinlanganda odamning barcha ish yillari, ish haqi davrlari, imtiyozli davrlari, bolani parvarish qilgan vaqti, harbiy xizmat, o'qish yoki boshqa hujjatlar har doim ham to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bu ataylab qilinadi demoqchi emasman. Ko'pincha sabab oddiy. Eski arxiv hujjat topilmagan, korxona yopilgan, mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, muht tushunarsiz, familiya o'zgargan, ish haqi ma'lumotnomasi olinmagan yoki fuqaro o'zi hujjatni olib bormagan. Oldin odamlar pensiya tayinlangandan keyin uni qayta tekshirtirishga uncha e'tibor bermas edi. Shu berilgan ekan, demak shunisi to'g'ri deb yuraverardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari raqamlashmoqda, arxiv ma'lumotlarini izlash imkoniyatlari ko'paymoqda. Ayrim toifalar uchun ustamalar, kompensatsiyalar, moddiy yordamlar, nafaqa va ijtimoiy xizmatlar bo'yicha ma'lumotlar ochiqroq bo'lib bormoqda. Shuning uchun pensiyasi ming so'mdan past bo'lgan har bir odam birinchi navbatda o'z pensiya ishini tekshirtirishi kerak. Men bu yerda shuni alohida aytaman. Marga so'mdan past pensiya degani har doim xato degani emas. Ba'zi insonlarda ish staji kam bo'lgan, rasmiy ish haqi past bo'lgan yoki umuman ko'p yillar norasmiy ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin xato bo'lish ehtimoli ham yuqori. Ayniqsa odam 20 yil, 25 yil, 30 yil ishlagan bo'lsa-yu, pensiyasi baribir juda past chiqayotgan bo'lsa, bu albatta tekshirilishi kerak bo'lgan signal. Pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Birinchisi ish staji. Ya'ni inson qancha yil rasmiy ishlagan, unga mehnat daftarchasida yoki elektron tizimda yozuv bormi, badallar yoki soliq to'lovlar ko'rganmi, shular muhim. Ikkinchisi ish haqi miqdori. Pensiya hisoblashda insonning ma'lum davrdagi oylik daromadlari ahamiyatga ega bo'ladi. Uchinchisi imtiyozli yoki qo'shimcha davrlar. Masalan, ayrim hollarda harbiy xizmat, bolani parvarish qilish davri, nogironlik bilan bog'liq holatlar, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlagan yillar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqlar alohida ko'riladi. Endi hayotiy misol bilan tushuntiraman. Masalan, Opa 1990 yildan 2010 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin fabrika yopilgan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan va chiqqan sanalar bor, lekin ayrim yillar uchun ish haqi ma'lumotnomasi olinmagan. Pensiya tayinlanganda faqat bor hujjatlar asosida hisoblangan. Natijada pensiya pakkasi 1000 so'm chiqqan. Agar o'sha opa arxivdan 1995-2000 yillar orasidagi ish haqi ma'lumotnomasini topsa, bu davrda maoshi nisbatan yuqori bo'lgan bo'lsa, pensiyasi qayta hisoblanib oshishi mumkin. Albatta, qancha oshishini oldindan aniq aytib bo'lmaydi, lekin tekshirishning o'zi juda muhim. Ikkinchi misol. Bir aka 30 yil qurilishda ishlagan, lekin uning 10 yili norasmiy bo'lgan. Rasmiy hujjatda 15 yil ko'rinadi. U men axir 30 yil ishlaganman deydi. Lekin pensiya tizimi og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Agar o'sha 10 yil bo'yicha ish beruvchi arxiv buyruq, hisob-kitob varaqasi, ish haqi qaydnomasi yoki sud orqali tasdiqlash imkoniyati bo'lsa, bu masalani ko'tarish kerak. Agar umuman hujjat bo'lmasa, bu davrni kiritish qiyin bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya yoshiga yetishni kutmasdan hozirdan hujjatlarni yig'ish kerak. Uchinchi misol. Ayol kishi bir necha farzandni tarbiyalagan. Ayrim davrlarda ishlamagan. Ko'pchilik uyda o'tirgan yillarim umuman hisobga kirmaydi deb o'ylaydi. Amalda esa qonunchilikda bolani parvarish qilish davrlariga oid alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda to'liq qo'shilib ketadi deb o'ylamaslik kerak.
tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarish hujjatlari, mehnat daftarchasi va boshqa dalillar tartibli bo'lishi kerak. Agar familiya bir hujjatda boshqasida boshqacha yozilgan bo'lsa, tizim yoki mutaxassis buni qo'shimcha tasdiqsiz qabul qilmasligi mumkin. Men birinchi navbatda pensiyasi ming so'mdan past bo'lgan, lekin uzoq yillar ishlagan insonlarga murojaat qilaman. Agar sizda 25-30 yillik mehnat staji bo'lsa, lekin pensiya juda kam bo'lsa, pensiya jamg'armasiga borib, pensiya ishingizdagi hisob-kitobni ko'rsatishni so'rang. Siz menga pensiyam qanday hisoblanganini tushuntirib bering. Qaysi yillar kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan, qaysi ish haqi davri olingan deb yozma yoki og'zaki murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchi toifa. Mehnat daftarchasi eski korxonalar, kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish boshqarmasi, savdo tashkiloti, maktab, shoxona, bolalar bog'chasi yoki davlat idoralari bo'lgan insonlar. Nega? Chunki eski tashkilotlarning ayrimlari tugatilgan, nomi o'zgargan, arxivga topshirilgan bo'ladi. Bunday holatda pensiya tayinlashda hamma hujjat bir joydan chiqmasligi mumkin. Arxivdan qo'shimcha ma'lumot olish pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Uchinchi toifa. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotganlar. Bu yerda ham tarkib oila a'zolari, qaramog'ida bo'lgan shaxslar, nogironlik guruhi, tibbiy ko'rik muddati, qo'shimcha ijtimoiy yordam huquqlari bor yo'qligi tekshirilishi kerak. Masalan, bir oilada ota vafot etgan, voyaga yetmagan farzand bo'lgan, lekin hujjatlar vaqtida topshirilmagani uchun to'lov kechiktirilgan yoki to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda men bilmaganman deb yurish pul yo'qotishga olib keladi. To'rtinchi toifa. Pensiya olayotgan, lekin ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Ba'zan pensiya past bo'lsa, odam faqat pensiyaga qarab qoladi. Aslida esa kommunal to'lovlar bo'yicha yordam, mahalla orqali moddiy yordam. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi orqali ko'mak, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun reabilitatsiya vositalari yoki boshqa yordamlar bo'lishi mumkin. Men bu yordamlarning hammasi hammaga beriladi demayman. Lekin huquqingiz bor yo'qligini tekshirish shart. Agar insonning rasmiy ish staji juda kam bo'lsa, masalan 5-7 yilgina rasmiy ishlagan bo'lsa, qolgan yillar umuman hujjatsiz bo'lsa, pensiyaning past bo'lishi tabiiy bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham tekshirish zarar qilmaydi, lekin katta o'sish bo'ladi deb oldindan umid berish noto'g'ri. Men har doim adolatli gapni aytaman. Pensiya hujjat bilan hisoblanadi. Men ishlaganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Yana bir holat, pensiya yaqinda qayta hisoblangan, barcha hujjatlar kiritilgan. Pensiya jamg'armasi tomonidan yozma javob berilgan. Arxivdan ham qo'shimcha hujjat yo'qligi tasdiqlangan bo'lsa, unda muammo boshqa joyda bo'lishi mumkin. Masalan, odamga pensiya emas, boshqa turdagi nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Ko'pchilik bu ikki tushunchani aralashtirib yuboradi. Pensiya odatda ish staji va badallar bilan bog'liq. Nafaqa esa ijtimoiy himoya tartibida tayinlanishi mumkin. Shuning uchun avval siz aynan nima olayotganingizni biling. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Eng katta xatolardan biri, odamlar pensiya tayinlanganidan keyin hujjat topilsa ham endi kech bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida qo'shimcha hujjat topilsa, pensiyani qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilish mumkin. Bunda natija hujjatning mazmuniga, qonunchilikdagi tartibga va qaysi davrga taalluqli ekaniga bog'liq bo'ladi. Muhimi, hujjatni topdingizmi? Uni shunchaki uyda saqlab qo'ymang. Nusxasini tayyorlang, aslini ko'rsating. Ariza bilan topshiring va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Agar ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q bo'lsa, yoki muhrnoniq bo'lsa, yoki lavozim yozilgan, lekin buyruq raqami yo'q bo'lsa, bunday yozuvlar savol tug'dirishi mumkin. Bu holatda arxiv ma'lumotnomasi yordam beradi. Ba'zan korxonaning huquqiy vorisi bo'ladi. Ba'zan hujjatlar tuman yoki viloyat arxivida saqlanadi. Siz korxona yopilib ketgan, demak hujjat yo'q deb darhol xulosa qilmang. Avval arxivga so'rov bering. Uchinchi nozik jihat, familiya ism otasining ismi o'zgarishi. Masalan, ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgargani haqidagi hujjat yoki FSHD yo ma'lumotnomasi bo'lmasa.
hujjatlarni bog'lash qiyinlashadi. Ayniqsa eski hujjatlarda bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa, masalan, Karimova o'rniga Karimova boshqa imloda yoki ism qisqartirib yozilgan bo'lsa, bu ham muammo tug'diradi. Bunday holatda FSHDYO arxiv yoki sud orqali aniqlik kiritish talab qilinishi mumkin. 4-jihat ish haqi ma'lumotnomasi. Pensiya miqdoriga faqat staj emas, ayrim davrlardagi ish haqi ham ta'sir qiladi. Ko'p odam stajim bor-ku deb o'ylaydi. Lekin ish haqi ma'lumotlari past ko'rsatilgan yoki umuman olinmagan bo'lsa, pensiya ham past chiqishi mumkin. Masalan, bir kishi 28 yil ishlagan, lekin rasmiy hujjatda oyligi minimal darajada ko'ringan. Boshqa kishi 22 yil ishlagan, lekin yuqori ish haqi olgan davrlari to'g'ri kiritilgan. Natijada ikkinchi kishining pensiyasi ko'proq chiqishi mumkin. Shuning uchun faqat yillar soniga qarab baho bermaslik kerak. 5-jihat pensiya va boshqa to'lovlarni aralashtirib yubormaslik. Ba'zi odamlar pensiyasi kam bo'lsa, avtomatik ravishda qo'shimcha pul beriladi deb o'ylaydi. Amalda har bir yordamning o'z talabi bor. Oila daromadi, yashash sharoiti, nogironlik holati, yolg'iz yashashi, qaramog'idagi shaxslar. Mahalla xulosasi yoki elektron tizimdagi ma'lumotlar tekshiriladi. Demak, qo'shimcha pul menga tegishli bo'lsa kerak deb taxmin qilish emas, rasmiy tartibda murojaat qilish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizning pensiyangiz ming so'mdan past bo'lsa, men tavsiya qiladigan birinchi qadam hujjatlaringizni bitta papkaga jamlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, eski ish joylaringiz bo'yicha buyruqlar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxidan olingan javoblar, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar bo'lsa, hammasini tartiblang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. U yerga borganda umumiy gap bilan emas, aniq savol bilan boring. Masalan, mening pensiyam 1 million so'mdan past. Pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, qaysi ish staji va qaysi ish haqi davrlari hisobga olinganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Agar og'zaki tushuntirish yetarli bo'lmasa, yozma ariza bering. Yozma ariza keyinchalik sizga dalil bo'ladi. 3-qadam, mehnat daftarchangizdagi har bir ish joyini alohida tekshiring. Masalan, Mindukonda Kemisi 5 Mindukonsusni 2 yillar bir korxona, Mindukonsusni 3 Mindukonsusni 3 yillar boshqa korxona. 2006 yillar yana boshqa tashkilot. Har bir davr bo'yicha savol bering. Bu davr pensiya hisobiga kiritilganmi yoki yo'qmi? Kiritilmagan bo'lsa, nima sababdan, qanday hujjat olib kelsam kiritiladi? Shu savollarga javob oling. Chunki odamlar ko'pincha umumiy pensiya miqdorini so'raydi. Lekin muammo aynan qaysi yil tushib qolganda bo'ladi. 4-qadam, arxivga so'rov yuboring. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy bo'limingiz, eski familiyangiz bo'lsa, eski familiyangiz, tug'ilgan sanangiz va pasport ma'lumotlaringizni yozing. Ishlagan davrim va ish haqim to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, buni ham ko'rsating. Qanchalik aniq yozsangiz, arxivdan javob olish osonlashadi. 5-qadam, mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali qo'shimcha yordam huquqini tekshiring. Ayniqsa yolg'iz pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, o'quvchisini yo'qotgan oila, daromadi juda past xonadon bo'lsa, inson ijtimoiy xizmatlar markazi, mahalla, tuman hokimligi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlari orqali qanday yordamlar borligini so'rash kerak. Bu pensiyani oshirish bo'lmasligi mumkin. Lekin oila budjetiga yordam beradigan boshqa to'lov, xizmat yoki imtiyoz chiqishi mumkin. 6-qadam, javoblarni og'zaki emas, imkon qadar yozma oling. Men bilaman, ko'pchilik idoraga boradi. Mutaxassis sizga tegishli emas deydi. Odam qaytib ketadi. Lekin keyin nima uchun tegishli emasligini isbotlay olmaydi. Shuning uchun ariza qoldiring, ro'yxatdan o'tkazing, javob muddatini so'rang. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozilsin. Shunda siz keyingi bosqichda yuqori tashkilotga yoki zarur bo'lsa, sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lasiz. 7-qadam, hujjatlaringizdan nusxa oling va aslini ehtiyot qiling. Eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi qaydnomasi juda qimmatli hujjat. Uni hech qachon nazoratsiz qoldirmang.
idoraga topshirish kerak bo'lsa, nusxasini topshiring, asli ko'rsatiladi. Agar asl hujjat talab qilinsa, qabul qilinganligi haqida yozma tasdiq oling. Hujjat yo'q bo'lsa, uni qayta tiklash ba'zan juda qiyin bo'ladi. Yana bir muhim maslahat. Pensiya olayotgan ota-onangiz yoki yaqinlaringizning hujjatlarini farzandlari tekshirib bersin. Keksalar ko'pincha idora yurishga qiynaladi. Savollarni aniq bera olmaydi. Ba'zan mayli bo'lam, shunisi ham bo'ladi deb qo'l siltaydi. Lekin siz bir kun vaqt ajratib mehnat daftarchasini ko'rib chiqsangiz, arxivga so'rov bersangiz, pensiya jamg'armasiga birga borsangiz, ularning oyma-oy daromadi oshishi mumkin. 100 ming so'm ham, 200 ming so'm ham pensioner uchun katta pul. Doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga kerak bo'ladi. Hech kimga pensiyangizni albatta oshirib beraman deb pul bermang. Pensiya masalasi rasmiy hujjat. Qonun va idora orqali hal bo'ladi. Agar kimdir sizga tanishim bor, pul bersangiz 2 barobar qilib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Qonuniy asos bo'lmasa, hech kim pensiyani shunchaki oshirib qo'ya olmaydi. Sizning kuchingiz hujjatda, arizada va rasmiy javobda. Ikkinchi xavf ijtimoiy tarmoqlardagi umumiy xabarlarga ko'r-ko'rona ishonish. Hamma pensionerlarga falon pul berilar ekan. 1 milliondan kam olganlarga avtomatik qo'shimcha to'lanar ekan degan gaplarni eshitsangiz, darhol manbasini tekshiring. Rasmiy xabar bormi, qaror bormi, qaysi sanadan kimlarga qanday shart bilan beriladi. Shularni bilmasdan harakat qilmang. Men ekspert sifatida aytaman, eng to'g'ri yo'l o'zingizning holatingiz bo'yicha rasmiy idoradan javob olish. Uchinchi xavf muddatlarni o'tkazib yuborish. Ayrim to'lovlar yoki qayta hisoblashlar murojaat qilingan kundan, ayrimlari hujjat taqdim etilgan kundan, ayrimlari esa qonunda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Shuning uchun keyingi oy boraman, bahorda ko'raman deb cho'zish pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bugun hujjatlarni yig'ishni boshlasangiz, ertaga natijaga yaqinlashasiz. Demak, pensiyasi 1 ming so'mdan past bo'lgan har bir inson eng avvalo o'z pensiya ishini tekshirtirishi kerak. Bu pensiya albatta noto'g'ri degani emas, lekin past pensiyada xato, tushib qolgan staj, olinmagan arxiv ma'lumoti, kiritilmagan ish haqi davri yoki qo'shimcha yordamdan bexabarlik ehtimoli bor. Siz hujjatlarni jamlaysiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz, qaysi yillar hisobga olinganini aniqlaysiz, arxivga so'rov berasiz. Kerak bo'lsa mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali qo'shimcha yordamlarni tekshirasiz. Men sizdan iltimos qilaman, bu videoni pensiyasi past bo'lgan ota-onangizga, qo'shningizga, qarindoshingizga yuboring. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz qancha pensiya oladi? Ish staji qancha? Pensiya hisob kitobini hech tekshirtirib ko'rganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda pensiyani qayta hisoblatish uchun ariza qanday yoziladi, arxivga so'rov qanday beriladi va rad javobi kelsa nima qilish kerak, bularni ham alohida tushuntirib beraman.